Assalomu alaykum hurmatli brifing ishtirokchilari. Byuroning Yangiyer shahar bo'limi tomonidan noqonuniy qurilgan qurilmalarni buzdirish yuzasidan amalga oshirilgan ishlar yuzasidan axborot berib o'taman. Byuroning Yangiyer shahar bo'lim ish yurituvidida sud qarorlariga asosan noqonuniy qurilgan qurilmalarni buzdirish yuzasidan bir qator ishlar amalga oshirildi. Jumladan, sud qarorlariga asosan noqonuniy qurilgan qurilmalarni buzdirish yuzasidan o'tgan yildan 68 ta ijro hujjatlari qoldiq bo'lib o'tgan, joriy yilda 4 ta yangi kelib tushgan ijro hujjatlari yuzasidan bir qator ishlar amalga oshirildi. Bo'lim ish yurituvidagi jami 72 ta noqonuniy qurilgan qurilmalarni qarzdorlar hisobidan buzdirish bo'yicha ijro hujjatlari mavjud bo'lib, olib borilgan majburiy ijro harakatlari davomida 69 ta ijro hujjatlarining ijrosi amalda ta'minlandi. Qoldiqda qolayotgan 3 ta ijro hujjatlari bo'yicha qarzdorlarga tegishli tartibda ixtiyoriy muddatlar hamda ogohlantirish xatlari berilgan. Ushbu ijro hujjatlarining ijrosi ham amalda ta'minlanishi kafolatlanadi.